savdo kompleksi bor-ku. Aha, ana shuni o'ng tarafida. So'ttinchi bo'ldi aytib yuborasanmi? Soatmi? Hozir ozgina to'xtab olay. Mana bu yerdan kesib o'tsak bo'lmasa kerak. Soat deyding-a? Ha, soat. Hozir. Ertalabgacha hali yana 8 soat bor. Bemalol vaqtimiz yetar-kan-a? Ha. Okey. Xo'sh. Yo'l yana mana bu yerdan burib o'tsak bo'lmaydi-a? Yo'q, to'g'riga aytaver. Okey, to'g'riga bo'lsa to'g'riga-da. Xo'sh, lekin chapdan bor. Chapdan nimaga axir shu yerdan to'g'ri o'tsak chiqamiz-ku? Yo'q, aylanma yo'ldan o'tsak shunda osonroq bo'ladi. U yerda yo'l qurilish ishlari bo'layotgan edi. Okey, mayli, hozir bu yerdan o'tib bo'lmaydi. Mana bu yerdami? Ha, ana shu yerdan. Okey, hozir uramiz va sekin urib yubormaslik kerak va yaxshi bo'ldi. Ajoyib. Xo'y, bu yerdan keyin qayerga boramiz? Bilmasam, mening dushmanlarim yo'q, kimdan qasos olish mumkin bo'lsa yoki o'ldirish uchun. Tushunarli unda. Yosh bolalarmi? Qanaqadir qiz va yigit. Okey. Bilmadim, birorta o'yinni tomga chiqib shunchaki tomgacha o'tirsak bo'ladi. Nima desam, daldan gaplashib. Shu tarafdan o'taymi o'ng tarafga? Ha. Okey. Shu yerda kichkina joyda burilish bor o'rtada, ana shu yerdan o'tib ketamiz. Yaxshi. Shu yerga kirish joyiga to'xtasang bo'ladi. Mana bu o'rtaliqqami? Ha, ana shu yerdan to'g'ri chiqib ketsak bo'ladi, aylanma yo'lsiz. Okey, tushunarli. Va bo'lib to'xtadim. Yaxshi. Birinchi podyezdning ikkinchi eshigi, ana shu yerdan kirganingdagi birinchi kvartira. Tushunarlimi? Ha, tushunarli, lekin menga nimaga aytsasan? Shunchaki harakatga qarshi. Bo'ladi. Menda yorug'lik manbai, sen kiraver. Okey. Ochiq ekan, yaxshi. Birinchi kvartira deding-a? Ha, men kirib uni kunini ko'rsataman, bu iflos qanjiqni. Okey. Voy, sen kimsan? Mana bunda. Ajoyib-da. Eng yomon ko'rgan qo'shnim edi. Yaxshi, shu yergami? Ha. Hozir kiraman-da. Kunini ko'rsataman bu iflos manjaliqni. Okey, qulfni buzaymi? Yo'q, o'zim hammasini eplayman. Katta rahmat chiqib turishing mumkin. Bo'ldimi? Ha, mayli, omad senga. Rahmat, katta rahmat. Okey. Bo'ldi, endi shu yerda mashina yonida jimlik kutib tursam bo'ladi. Ishlarni bajarib chiqaversin. Ish qilib shovqinga yana kimlardir kelib qolmasa bo'lgani. Shundoq ham omadim keldi. Jennerson endigina omadim kelganda deb o'tirganim yaramaslar. Chunki o'sha yerdan kelishga ulgurishadi. Ko'k kiyimli yigitni ko'ryapman, oq kiyimli va yana bittasi devor ortida yashin. Mayli. Men qarshi emasman ortiqcha tomonlarga. Okey. Mana. -1 yaxshi. Bu yerda yana ikkitasi bor yoki bittami bilmadim. 4 kishi bo'lishi mumkin. Ikkita bo'lish kerak. Xo'sh, qani itlar, bir granatadan olinglarchi. Yaxshi. Minus bo'lgan bittaman va qanchaga jumayib ketibdi. Bo'ldi. -3. Umid qilamanki, kottejdagilar chiqib kelishmaydi. Bo'ldi. Qolib ketdi bu ham. Jennerson. Joyda hammasi yotdi va boshqa hech kim chiqmaydigan umiddaman. Xo'sh, bularni olib qo'yaman va patronlar hozircha yetadi. Ancha-muncha bor, keyin avtomatni olib olaman. Bo'ldi. Jim, ishingni tugatdingmi? Jim. Yo'q. Jim, shu yerdamisan? Ha, shu yerdaman. Yo'q, nimalar qilyapsan? O'zini sochiga o'rab bo'g'ib tashladim. Ajoyib. Keyin mana boshini majag'lab o'tiribman. Ha, sendan yomon manyak chiqadi. Menga yaqinlashma. Hazillashyapman. Ketdik. Okey. Bo'pti. Endi nima qilamiz? Sen aytganingdek, birorta o'yin tomiga chiqib olamiz. Ajoyib fikr. Xo'sh. Mashina o'z joyida. Otishma bo'lgandek bo'ldimi? Ha, qaqdir uchta mana bu kottejda yashaydiganlar hujum qilib qolishdi. Sal qolsa o'qituvchimni unutib qo'yardim. O'qituvchimni men ham yomon ko'raman. Sinf rahbarimi? Ha, eshikni bo'l. Mana. Janob Walter, bu yerda nima qilib yuribsan? Mana yoningizga keldim. Esingizdami nima dedingiz? Meni hech kim bo'la olmasligimni aytardingiz va unchalik ham ko'p nimasi mumkin balandchoqlarga erisha olmadim, lekin siz ham o'sha o'qituvchiligingizcha o'sha eski uyingizda yashab yuribsiz va bugun sizni hayotdan mahrum qilishga keldim. Shoshma. Shunchaki juda ham asabiy edim va yo'q. Shoshma, quloq sol menga. Siz menga quloq solganmidingiz? Siz deb men qobiliyatimdan ayrildim. Meni qobiliyatimni to'g'ri yo'nalishga yo'naltmasdan har doim meni faqatgina unijat qilardingiz. Mana endi sizni hayotdan mahrum qilishga keldik. Iltimos, meni kechir. Yo'q, bugun hech kim kechirilmaydi. Bugun qon to'kiladi. Iltimos. Bo'la qolmaras. Mana, senga bu ham kam. Yaxshisi buni ham boshini majag'lab, o'zini sochiga o'zini bo'lganimiz yaxshi edi. Yana meni manyak deysan, ha? Mayli, lekin baribir ham juda ham iflos marraz odam edi. Bo'pti, ketdik. Yaxshi, endi qayoqqa? Tomga. Shu tariqa navbatdagi qiyomat oqshomi o'z nihoyasiga yetdi va bilmadim, ammo bo'shliq yana ichimizga qaytib keldi. Bo'lib o'tgan ishlarning ma'nosizligi va lahzasida bajarilgan zo'ravonliklar ularning maqsadidan mustaqil ravishda tirik qolish, adolat va qasos yoki shunchaki ko'ngilxushlik yo'lida qilinganmi, baribir
muqaddimasi mavjud bo'lmagan holatga, judayam chuqur tushkunlikka olib kelardi. Afsuski, bularni hammasi qanday boshlanganini va qanday to'xtashi mumkinligini bilmaymiz. Eng qo'rqinchlisi esa, kecha o'nlab odamlarni yostig'ini quritganlar bugun shunchaki moddiy yordam sifatida ishga, o'qishga va boshqa joylarga otlanishadi.